Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'du. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem qarindaşlar, anlayatqanlar Muhammed ibn Süleyman Maghribi'nin Cem'ul Fevaid min Cami'ul Usul ve Mecmu'uz Zavaid namlı kitabının 5. tomu. Biz yemeklikler bölümünü okuvatımız, kegayetini davamlaştırımız. Bir qism tamoqlar haqidagi madahiya va so'kishlar, yana bir qism tamoqlarning halolligi to'g'risidagi ahkamlar, qiyin ahvolda qolgan kishiga aloqador hukm qatorliqlar. Tirmiziyning rivoyatida Jabir ibn Samura radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Abu Ayyub Ansarining uyiga tushgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tamoq yeganda o'zidan oshqinni Abu Ayyub radhiyallohu anhu ga avatdi. Bir kuni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga o'zi hech ig'iz tekkizmagan bir qoch tamoqni avatdi. Shuning bilan Abu Ayyub Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yoniga kelib, o'zining bu tamoqqa faqat ig'iz tekkizmaganligining sababini so'ragan edi. Payg'ambar alayhisalom chunki uningda samsaq bor ekan dedi. Abu Ayyub: "Ey Rasululloh, samsaq harammi?" deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhisalom: "Yo'q, uning purqi bo'lganlikdan men yeyishni yoqtirmayman" dedi. Tirmiziyning rivoyatida Ubaydullah ibn Abu Yazid dadasining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ummu Ayyub radhiyallohu anhaning uningga aytib berishicha, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularning uyiga tushganda, ular Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga samsaq qatorliq ba'zi ko'ktatlar solingan bir tomoq etgan ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam u tomoqni yeyishni yoqtirmay sahobalarga: "Sizlar yanglar, men sizlarga o'xshamayman. Men bu tomoqni yesam Amrohim, ya'ni Jibrilga azor berib qo'yishdan ansirayman" degan ekan. İmam Malikning rivoyatida Yahya ibn Said mundaq deydi: Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu seriqmay bilan non yavatib bir sahrolikni buni birlashishga chaqirdi. U kelib yeyishga boshladi va qachiga chaplashib qolgan seriqmayni non bilan qirib yegili turdi. Buni ko'rgan Umar radhiyallohu anhu: "Qaraganda sening non bilan yeydigan bundaq bir narsang yo'q o'xshamamdi" dedi. U: "Men xeyli zamondan beri seriqmayni yeb baqmadim, seriqmay bilan nonmi yeb baqmadim" dedi. Buni anglagan Umar: "Men bundan keyin kishilar bayashat turmushga erishganga qadar seriqmay yemayman" dedi. İmam Malikning rivoyatida Umayd ibn Malik ibn Husaym mundaq deydi: "Men Abu Hurayra radhiyallohu anhu bilan Aqiqdagi zaminda o'ltiratdim. U yerga Madina aholisidan uloqliq bir qancha kishi kelib Abu Hurayraning huzuriga tushdi. Abu Hurayra menga: "Mang sen onamning yoniga berib, o'g'ling sana salom yo'lladi va bizga yetgan bir narsa bersin deydi" degan dedi. Anasi 3 tal non, azroq may va tuzni birliganga selib, liganni mening beshimning ustiga qo'ydi. Men uni elib kelib ularning oldida qo'ygan edim. Abu Hurayra: "Allohu akbar. Yeydigan xon bilan suvdan boshqa narsa yo'q kunlarni beshimizga o'tkazgan edik. Mana bugun Alloh bizga nonga to'ydigan kunlarni ko'rsatdi. Alloh hamdlar bo'lsin" dedi. Biroq ayliq kelganlar bu tomoqni yemadi. Ular ketgandan keyin Abu Hurayra menga: "Ey qarindishimning o'g'li, qo'ylaringni obdan boq. Manqillarini surtib qo'y. Qo'tanlarni pokiz tut. Qo'tan atrofida namoz o'qi. Qo'y jannatning ayvonlaridandir. Mening jonim ilkida bo'lgan Allohning nomi bilan qasam qilamanki, kishilarga shundoq bir zamon yaqinlashuvdiki, u chaqda ularning bir qancha qo'yi ularga Marvonning sariyidan yaxshi bo'lib qoladi" dedi. İmam Müslimning rivoyatida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuma mundaq deydi: "Men o'ylamda o'ltiratdim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'ylamning oldida o'tib ketib, menga ishorat qildi. Men o'rnimdan turib qishiq badim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mening qo'limdan tutib, ayollardan birining hujra soldiq boshlab berdi. O'zi uyga kirib bo'lib, ondan mening kirishimga ruxsat qildi. Men uning orqasidan hujraga kirdim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Tamoq bormi?" dedi. Uydagilar "Bor" dedi va bir qachida 3 non keltirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam birini elib oldiga qo'ydi, yana birini elib mening oldimga qo'ydi. Qolgan birisini o'shtib, yerimini o'zining oldiga, yerimini mening oldimga qo'ydi. Ondan keyin non bilan aralashtirib yegidek bir narsa bormi degan edi. Uydagilar "Yo'q, azroqli sirki bor" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Sirki bo'lsin akilinglar, sirki ajab yaxshi testqo" dedi. İmam Müslimning rivoyatida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sirki ajab yaxshi testqo degan. Jabir radhiyallohu anhu: "Men Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan bu gapni anglagandan beri sirkini yaxshi ko'rib keldim" dedi.
Tirmizining rivoyatida Abu Talibning qizi Ummu Ani radhiyallohu anha mundaq deydi: "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mening qishimga kirib, "Yigirek biror narsa bormi?" deb so'radi. Men bir parcha quruq non bilan azroq sirkidan boshqa hech narsa yo'q dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shuni elib kelgan sirki bor uyda non quruqi elgan hisoblanmaydi dedi. İmam Buxariyning rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni tamoqqa chaqirgan ekan, men payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga bordim. U kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga arpinini va qapoq bilan go'sht solib tayyorlangan sho'rpa keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qapoqni yaxshi ko'rganligidan qochidan terib yedi. Men shundan e'tiboran qapoq yeyishni yaxshi ko'rib keldim." İmam Müslimning rivoyatida Anas radhiyallohu anhu mundaq degan: "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qapoqni qochidan terib yeyotganligini ko'rib, o'zimning oldidagini yemay payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ittirib bergan edim." Yana bir rivoyat kelishicha Anas radhiyallohu anhu mundaq degan: "Men shundan keyin mumkin bo'lsa tamqimga qapoq soldiradigan bo'ldim." Abu Davudning rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Tabukda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga irimchik keltirildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni bismillah deb pichoq bilan kesdi." İmam Buxariyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalarga 7 taldan xurmo tarqitib berdi. Mangamo 7 tal berdi. Birsi nashar xurmo edi. Lekin bu menga bergan xurmolar ichida men eng yaxshi ko'rgan xurmo bo'ldi. Chunki u qattiq bo'lganlikdan men uni bek uzun chaynagan edim." İmam Müslimning rivoyatida Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi: "Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 3 qatim qayta "Ey Aisha, xurmo yo'q uyning ahli och qoladi" degan. Abu Davudning rivoyatida Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi: "Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tavuz bilan o'l xurmini birga yeydi va buning sovuqni buning issiqi bilan, buning issiqini buning sovuqi bilan tangshaymiz" deydi. Abu Davudning rivoyatida Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi: "Anam meni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qo'shib berishdan ilgari bir oz semirishni o'ylab, menga har xil tomoq tayyorlab bergan bo'lsa-mu, men u o'ylagandek semirmadim. Oxiri menga tarximak bilan o'l xurmini yegizgan edi, xeli obdan semirib qoldim." İmam Müslimning rivoyatida Abdullah ibn Ja'far radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tarximak bilan xurmini bilganligini ko'rgan." Abu Davudning rivoyatida Sulaymin qabilasilik Busrining 2 o'g'li mundaq deydi: "Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizning uyga kirgan edi. Biz uning oldida seriqmay bilan xurmo olib keldik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xurmo bilan seriqmayni yaxshi ko'radi." İmam Ahmadning rivoyatida Abdullah ibn Busrining o'g'li dadasining mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizning uyga kelganda cho'ng onam uning oldiga azroq xurmo qo'ydi. Ondan tamoq etdi. Tamoqdan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va uning bilan birga kelganlar ichimlik taqdim qildik. Kelganlarga ichimlik taqdim qildik. Ular qochidagi ichimlikni qator bo'yicha ichib, qochidagi ichimlik tugidi. Men yana bir qochi elib kelgan edim. Payg'ambar alayhisalom bayatin kimni to'xtagan bo'lsa, qochini shuningga ber" dedi. Tirmizining rivoyatida Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi: "Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tatliq turum bilan asalni yaxshi ko'radi." Abu Davudning rivoyatida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'yning ustixonini g'ajlashni bek yaxshi ko'radi. Shunaqla payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'yning qo'lini yaxshi ko'radi. Shunga Yahudilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni zaharlamoqchi bo'lganda qo'yning qo'lini zaharlab taqdim qilgan edi." Tirmizining rivoyatida Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi: "Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'yning qo'lini bekmi yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rib ketmaydi, lekin payg'ambar alayhisalom go'shtni andisini topalaydi va topalgan chig'ida qo'lini aldirab pishirib yeydi, chunki qo'l tez pishidi." İmam Malikning rivoyatida Yahya ibn Said rivoyat qilinadiki, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mundaq degan: "Go'shtni ko'p yeyishdan saqlaninglar, chunki u aroq o'xshash odamni xumor qilib qo'ydi."
İmam Malik'nin rivayetinde Yahya ibn Said'den mundaq rivayet kılındı. Ömer ibn Hattab radiyallahu anhu Cabir ibn Abdullah radiyallahu anhumanın bir haltı göçünü götürüp kitatqalığını körüp bu nima dep soradı. Cabir: "Ey Emirul Müminin, göç yemigili uzun bolğaçqa bek göç sığınıp ketdik. Şuna bir tengige bu göçni setilip geldim" dedi. Ömer: "Qoşnanlar bilen bar yoqda birge boluş üçün azraq badaşq barsanlar bolmamdı. Allah Taala'nın sizler lezzetleringlarni hayati dünyada bahram bolup tüketdinglar degan oyatni unutdinglarmı?" dedi. İmam Malik'nin rivayetinde Zeyd ibn Aslam radiyallahu anhu dadısının mundaq deganligini rivayet qildi. Men Ömer ibn Hattab radiyallahu anhuga davlat xazinasiga oid tugilardan birisi qarig'i ekan degan edim. Uni birer aylık birivet şulara paylansın dedi. Men o degan qarig'i tursa degan edim. Ömer saq tugillarga qo'shib qo'ysa bular, shaq tugillarga qo'shib qo'ysa bular dedi. Men bu tugi qandaq otlaydi degan edim. Shuning bilan Ömer bu jizyaga hisoblab ilingan tugimi yoki zakat hisoblangan tugimi deb so'radi. Men jizyaga hisoblab ilingan tuglardan ekan dedim. Ömer: "Sizlar buni yemoqchi bo'lyapsizlar" dedi. Men uningda rastın onun jizya tugilaridan ekanligining belgisi bor dedim. Shuning bilan u tuga Ömerning buyrug'i bilan bo'g'izlandi. Ömerning 9 dona cho'nqachisi bor bo'lib, meyvchi va sayko'ktat kelsa, shu qochlariga bo'lib payg'ambar alayhissalomning ayollariga avatib beradi. Qizi Hafsaga avatilgan qochiga eng oxirda bo'ladi. Shunga taqsim qilingan narsa oxirda oz qolsa, Hafsaning nisbisi kimiyatdi. Heliq tugining go'shini shu qochlarga bo'lib payg'ambar alayhissalomning ayollariga avatdi. Ondan eshib qolganini pishirishga buyurdi va muhojir ansarlarni chaqirib mehmon qildi. İmam Buxariyning rivayetida Sahl ibn Said radiyallahu anhu mundaq deydi. Bir biz juma kuni kelsa xo'sh bo'lib ketdik. Chunki mahallamizda bir qari ayol bor bo'lib, u har juma kuni etizligimizning qizilcha yulib kelib, uning yiltizini qozonga selib, azroq arpa bilan qaynatib, yog' solmayla bir xil tamoq hazırlab turadi. Biz juma namozidan chiqib uning yoniga keratdik. U bizga tayyorlagan tamqin taqdim qiladi. Shunga juma kuni kelsa bekmi xo'sh bo'lib ketdik. Juma kunlari tushlik tamoqni jumadan keyin yeydik. Tushlik uyquni jumadan keyin uxlaydik. İmam Buxariyning rivayetida Sahl radhiyallohu anhu mundaq deydi. Biz juma kunlari tushlik uyquni jumadan keyin uxlaydik. Tushlik tomoqni jumadan keyin yeydik. İmam Buxariyning rivayetida Cabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Cabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan Marri Zahran vodisida arak daraxining mevasini uzvatdik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning qarisini elinglar, qarisi bek yaxshi dedi. Bir kishi: "Ey Rasululloh, sen qo'y boqqanmiding?" deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Ha, men qo'y boqqan. Qo'y boqmagan payg'ambar yo'q" deb javob berdi. Abu Davudning rivayetida Cabir ibn Samura radhiyallohu anhudan mundaq rivayet qilindi. Bir kishi ayoli va bolasi bilan Arraga Medinaga yaqin bir sarayga tushgan qilgan edi. Bir kishi kelib, "Mening bir tugam yutib ketdi. Agar uni ko'rsang tutqin" dedi. Keyin u kishi tugini tutdi. Ammo tugining egisini topolmadi. Shu asnoda ayliq tuga kasal bo'lib qoldi. Shuning bilan u kishining ayoli bu tugini bo'g'izlagan dedi. U kishi unimidi. Oxiri u tugi o'ldi. Ayol yana bu tugini so'ygan, yig'ini, go'shini qo'ritib qo'yib yeyli dedi. Biroq u kishi oldi bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan so'ray. Ondan bir gap bo'lar dedi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin qışığı kelib bu to'g'riliq so'radi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Sening uningdan boshqa yeydigan bir narsang yo'qmi?" dedi. U yo'q dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Undaqda insanlar bo'ladi" dedi. Keyin u tugining egisi kelib ahvolini o'qib, "Bo'g'izsang bo'lmasmidi?" degan edi. U kishi: "Sendan hayo qildim" dedi. Tirmizining rivayetida Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhumadan rivayet qilinadi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Mehriman Allohga ibodat qilinglar, miskinlarga tamoq beringlar, to'nigan hammaga o'xshash salom qilinglar. Shunda qilsanglar jannatga xotirjam kirsizlar" degan. Bezzarning rivayetida Ammar ibn Yasir radhiyallohu anhu mundaq deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Xaybarda yuz bergan elq qo'yning go'shi bilan zaharlash suiqasidan keyin birarsi tomoq hadiya qilsa, hadiya qiluvchi o tomoqni yemigicha o'zi hargiz yemaydigan bo'lgan edi.
Bazzar Abu Ya'la ve Tabarani'nin rivayetinde Enes radhiyallohu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Aldыңlarga tamıqыңlar qo'yilganda putinglarda oyoq bo'lsa, oyoqni selitib o'ltirib yanglar. Chunki bundaq qilish qochoqni rohatlantirdi. Shundaqla bu sunnatning jumlasidandir." Tabaranining Al-Awsatda rivoyat qilgan hadisida Ibn Umar radhiyallohu anhuma mundaq deydi: "Tishlarning orasida qolgan tamoqlar tishni ojizlashtiradi." Abu Ya'laning Mavsilida rivoyat qilgan hadisida Hasan ibn Ali radhiyallohu anhuma tahorat olg'ili kirib, hojatxonada bir parcha nonni ko'rdi-da, uni darhol elib tozaladi va suv bilan xil obda yuvdi. Ondan Quluğu berib, "Ey bola, men tahorat elib bo'lganda bu nonni yodingga solgan" dedi. Tahorat elib bo'lgandan keyin, "Ey bola, ayliqnonni akel" dedi. U, "Ey hojdari, men unani yevatgan edim" degan edi. Hasan, "Undaqda sen Alloh rizolik uchun azat" dedi. Buni olgan qul, "Ey hojdari, meni nima sababdan azat qilib etding" deb so'ragan edi. Hasan, "Chunki men anam Fatima radhiyallohu anhadan bo'lgan payg'ambar alayhisalomning kimki hojatxonadan bir parcha non tepib olib, uni yuvib, tozalab yesa, uning qo'rsqig'iga kirmay Alloh uning gunohini mag'firat qildi deganini anglagan edim. Shunga men endi jannat ahlidan bo'lib ketgan sendek bir odamning xizmatiga salmayman" dedi. Tabaranining Al-Awsatdagi rivoyatida Yusuf ibn Abdullah ibn Salam dadasi orqali bovisining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qo'tonga chiqib, Osmon radhiyallohu anhuning asal, un, yog' yuklangan bir tugini itlab chiqayotganligini ko'rdi-da, uningga "Tugini cho'ktir" dedi. Osmon radhiyallohu anhu tugini cho'ktirgandan keyin Payg'ambar alayhisalomning buyrug'i bilan qozon keltirildi. Qozonga un, yog' va asal solinib, ostiga o't yiqildi. Pishqanda Payg'ambar alayhisalom "Yanglar, bu farislar xabis deb ataydigan tamoq" dedi va o'zini yedi. İmam Ahmed'nin rivayetinde Enes ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Ukaydir Payg'ambar alayhisalomga bir ko'za taranjibin so'q qilgan edi. Payg'ambar alayhisalom namozdan keyin jamoatning oldiga bir-birlab kelib, har bir odamga u taranjibindan bir parchadan berdi. Jabirga bir parcha berib bo'lib, qaytib kelib yana bir parcha berdi. Jabir: "Ey Rasululloh, menga bayatim berib bo'lganding" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Bu Abdullahning qizlarining, ya'ni hamshirlarining haqqi" dedi. Tabaranining Al-Kabir'dagi rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma her anardan bir dancha elib yeydi. Uningdan buning sababi so'ralganda u "Mening anglashimcha zimindagi barliq anar jannatdan chiqqan bir dana anar danchasi bilan changlashtirildi ekan. Balki u dancha meyigan mushu dancha bo'lib qolishi mumkin deb shunday qilaman" deb javob berdi. İmam Ahmed'nin rivayetinde Ali radhiyallohu anhu anarni ichki posti bilan qo'shib yanglar, u oshqozonni tozalaydi degan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.